Neme, Finpolitsiya buyoqqa kelinglar. Finpolitsiya. Mana hozirgi aptekadan ko'rdik-a, mana ergashgan. 300 qancha so'm dedi? Bu yerda 430 so'm. Nega? Verin. Nega? Nega qimmat aytdingiz? Biz ani beramiz, biz sotuvchimiz, biz Yo'q, tushunyapman, tura. Sizlar guna yo'q. Biz taqizlardan, ko'ruvchilardan prosbasi bilan biz sots eksperimentni yurgizib ko'raylik dedik. Hozir biz bu darixonadagi dorilarni so'raymiz. Ergafiron qanchadan? Ergafiron qanchadan necha? 355. Nega bunday qimmat bo'ldi? Bu yoqda boshqasi aytib chiqdi, mына aptekada. Bu yoqda boshqasini aytib. Berdik, bizga kelgan sinasini sotadi. Arbidol-chi? Arbidol qancha? Arbidol bor, menda bor. Qanchadan arbidol? 680. Kelgan sinasini Qanchadan? Qancha jo'u 1700 qancha? 1700 dan cho'llar qoladi. Mana siz tavib turgan xitoyskilar qanchadan sotasiz? 9 so'mdan. Optoy bas 9 so'mdan aptekaga chiqaryapsizlar. Sizlar qanchadan kelasiz? Bizga o'sha 8 so'm aylasiga keladi. 1 so'm qo'shasizlar. 1 so'm emas, ham joy restoran. Maskon qanday turlar bor? Bular qanchadan? 100 dan bu. Kichkina bir meditsinskilar qanchadan bo'ldi? 12 dan bo'ldi. 3 so'm. Ana ne Qanchadan bo'ladi maskalar? Ko'rsatasizmi? Qaysilar? Bunalar 20 so'm dedingizmi? 120 so'm. Nega bular ona yoqda 100 so'm? O'sha million janida chiqib Sen vardım hazırda satma ortamlarda yazıp o şekilde. Şunlar gözler, tura çünümüzde.